Navbatda biz Uyg'urlar uchrayotgan zulm insoniyat tarixida nihoyat kam uchraydigan irqiy qirg'inchilik. Bu xil irqiy qirg'inchilikqa uchragan millatlar orasidan sog'-salomat qutulib chiqqanlari, mavjudlikni yo'qotmaganlari nihoyat oz. Qur'on Karimda bizga o'xshash zulmga uchragan, ammo u zulmdan qutulgan bir millat tilga ilingan. Shundaqla u millatning zulmdan qutulish jarayoni, zulmdan qutulgandan keyin va'dasiga vafo qilmaganliklari uchun uchragan azoblari bizning dars va savoq ilishlarimiz uchun tafsili bayon qilingan. U millat bo'lsa Bani Isroillar, ya'ni Yaqub alayhissalomning avlodlaridan shakllangan bir millat. Bilganimizdek Yusuf alayhissalomning davridan tortib, Yusuf alayhissalomning bir tuqqanlari, ya'ni Yaqub alayhissalomning o'g'illari Misrga yerlashgan. Ammo Bani Isroillar, ya'ni Yaqub alayhissalomning avlodidan shakllangan bu millat Misrga hokim bo'lgan, ya'ni hokimiyatning beshidagi Fir'avnning millatidan bo'lmaganlik uchun, ya'ni Qibtilardan bo'lmaganlik uchun ikkinchi sinf millat sifatida o'zining millatiga o'xshash muomala qilinmagan, ya'ni ularni chetga qoqqan, buzaq qilgan. Qibtilar, ya'ni hokim millatiga tava bo'lgan Qibtilar Bani Isroillarni ko'ga yedi buzaq qilgan, ularni chetga qoqqan. Xuddi bizga zulm qilayotgan zolimlarmi bizni o'zining puhrosi deb turibmi, o'zining millatiga boshqacha, bizga boshqacha muomala qilganga o'xshash Fir'avn o'zining millati bo'lgan Qibtilarga boshqacha, Bani Isroillarga boshqacha muomala qilgan. Shundaqla Fir'avn Bani Isroillarni qurilish, binokorlik, sanoatga o'xshash har qanday ig'ir emgaklarga majburiy hech qanday haq bermay ishlatgan. Xuddi bizga zulm qilayotgan zolimlarga o'xshash. Navbatda bizga zulm qilayotgan zolimlar bizning ishimizdagi erlarni, o'g'illarni, yoshlarni to'plab, lagerlarga sulab, ichki o'lkalarga turkum-turkumlab yo'tkab, ichkiridagi zavodlarda majburiy ishlatmoqda. Xuddi Fir'avnga o'xshash. Alloh taolo Qur'on Karimda Fir'avnning qilganlarini bayon qilib, "Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum." Fir'avn zaminda haqiqatan haddidan oshdi. Ya'ni zulmda, zo'migarlikda haddidan oshdi. Qanday qilib haddidan oshdi? "Va ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum." U o'zining xalqini bo'laklarga bo'lib, ulardan bir bo'lakni buzaq qildi. Ya'ni ularning ichidan Bani Isroillarni ayirib, ularga o'xshamagan muomala qildi, ularga zulm qildi, ularni ig'ir emgaklarga soldi. Ya'ni o'zimning puhrasi deb turibmi, Bani Isroillarga boshqacha, Qibtilarga boshqacha qo'sh o'lcham qo'llandi. Xuddi bizga zulm qilayotgan zolimlar qilganga o'xshash. Fir'avn Bani Isroillarga mana mushundaq zulm qilib bo'ldi qilmay, ularning ichidan biroz iymon etib qolsa, ya'ni Fir'avnning Rob ekanligini, iloh ekanligini e'tirof qilmay, haqiqiy Allohni iloh deb e'tirof qilganligini bilibla qolsa, uni o'ldirib o'tadi. Xuddi bizga zulm qilayotgan zolimlar haqiqiy dindorlarni, ko'z ko'ringan olimlarni, ziyolilarni, boylarni yo'qotib o'tganga o'xshash Fir'avnmi o'ziga tahdid bo'ladi deb qaragan har qanday kishini o'ldirib o'tadi. Shuning uchun Bani Isroillar ichidan musulmon bo'lganlari, ya'ni Allohga ishonganlari o'zining iymonini maxfiy saqlashga majbur bo'lgan. Hatto Fir'avnning qasrida xizmat qiladigan bir ayol musulmon bo'ladi. Fir'avn erning musulmon bo'lganligini bilib qilib, u ayolning erini o'ldirdi. Ayol iymonini maxfiy saqlab davom qiladi. Ammo kunlarning birida u ayolning iymonini oshkorlab qoladi. Fir'avn u ayolni sulaydi, qiynaydi, har xil iskanchilarga oladi. Lekin ayol iymonini mustahkam turib, "Sen Rob emas, sen Alloh emas. Haqiqiy Alloh sen va meni butun koinotni yaratgan Alloh" deb iymonida mustahkam turdi. Fir'avn uningga har xil zulmlarni sasimi kor qilmaydi. Oxirida Fir'avn uning ruhiy besim selish uchun askarlarga buyruq tushirib, cho'ng qozonga moy quyinglar, qizitinglar deydi. Askarlar cho'ng dash qozonga moy quyib qayintidi. Ondan keyin Fir'avn ayol va bolalarning hammasini keltirdi. "Iymoningni yanmasang, bolalaringni bir-birlab bu mayda qayintib o'ldirib o'taman" deydi. Ayol yana rad qiladi. Iymonida mustahkam turdi. Fir'avn askarlarga buyruq tushirib, cho'ng bolasini mayga tashlanglar deydi. Askarlar cho'ng bolasining unumay qo'llaridan tortqinicha yoqqa tashlaydi. Bola yog'ning ichidan saklab chiqmoqchi bo'ladi-yu, ammo askarlar chiqila qo'ymaydi. Fir'avn "Iymoningdan yon, agar yanmasang bolangni naq maydonda o'ldirib o'taman" deydi. Ayol yana iymonidan yanmaydi. Askarlar bolaning kallasini bosirg'unicha qaynayotgan mayga tiqidi, cho'ktirdi. To'g'layotgan, chiqirayotgan bolaning ovozi birdamda o'chab, so'ngaklari yog'ning ustiga laylab chiqadi. Ayol yig'laydi, lekin iymonidan yanmaydi. Askarlar ikkinchi bolasining qo'llaridan tortib, so'rab qaynayotgan qozonga tashlaydi. Bola qozondan chiqmoqchi bo'ladi-yu, lekin askarlar kallasidan besib, qaynayotgan mayga cho'ktirdi. Ayol yig'laydi, lekin iymonidan yanmaydi. Mushundoq qilib, Fir'avn bu ayolning 5 bolasini bir-birlab qaynayotgan mayga cho'ktirib o'ldirib o'tdi. Lekin ayol iymonidan yanmaydi. Oxirida bu ayolni qaynayotgan mayga cho'ktirib o'ldirib o'tdi. Demak, Fir'avn o'zini iloh demagan kishilarni mana mushundoq vahshiylarcha o'ldirib o'tdi. Xuddi bugungi kunda bizga zulm qilayotgan zolimlar narosida bolalarni ota-onasidan ayirib, birisining muzlab, birisining suvda eqib o'lib ketishiga sabab bo'lganga o'xshash Fir'avnmi iymon etgan kishilarni ko'z oldida bolasini qiynash orqali, uning ruhiy jihatda azob selish orqali uni iymonidan yandirmoqchi bo'ladi.
Fir'avn ana shundaq vahshiylarcha shuncha zulm qilmay, yana bo'ldi qilmay, yana qanoat hosil qilmay, bularning orasidan hamon bir kuni birisi chiqib, Bani Isroillarni yetaklab, "Men qarshi turdi, mendan qisosini oladi" deb Bani Isroillar ichidagi o'g'illarning hammasini o'ltirib o'tish qonunini yo'l qo'ydi. Xuddi bugungi kunda bizga zulm qilayotgan zolimlar bizning ziminlarimizni tatib olib, nefitlarimizni, kan bayliqlarimizning hammasini bulabmi, yana bo'ldi qilmay, o'g'illarimizni lagerga sulab, ularning hammasini o'ltirish orqali xotirjam bo'lish yo'lini tanlaganga o'xshash Fir'avnmi Bani Isroillarning o'g'illarining hammasini o'ltirib o'tish qonunini yo'l qo'ydi. Asrlar o'tgan bo'lsa-mu, zolimlarning xarakteri, zulm qilish uslubi hech o'zgarmagan. Zolimlar o'zi qancha kuchli bo'lsa-mu, mazlumlar qo'lida to'mirning sunuqi yo'q, shuncha ojiz bo'lsa-mu, zolimlar mazlumlardan doim tahdid his qiladi, qo'rqadi, andisha his qiladi. Ularning hamon bir kuni o'zining qisos elishidan qo'rqadi. Shuning uchun zolimlar, mazlumlar oz bo'lsa-mu, ularni yo'qotmoqcha bo'ldi qilmaydi. Buningdan biz shuni ko'rib olamizki, mazlumlarning oldida faqat bir yo'l bor. U bo'lsa-mu o'lish. Ya sharaf bilan zolimga qarshi turib o'lish yoki xorlarcha taslim bo'lib o'lish. Alloh taolo Qur'on Karimda "Valakum fil qisasi hayatu ya ulul albab." Ey aql egalari, qisosda sizlar uchun hayotlik bor deydi. Ya'ni zolimlar qarshi turishda, qisosinglarni elishda sizlar uchun hayotlik bor, sizlar uchun mavjudliklarni saqlab qilish bor deydi. Fir'avn Bani Isroillar ichidagi erlarni shu darajada qirg'in qilganki, hatto ig'ir emgaklarga soladigan erlarni topolmay, oxiri bir yili o'ltirish, yana bir yili saq qo'yish siyosatini yo'l qo'ydi. Ya'ni o'zining manfaati uchun bir yil o'ltirmay saq qo'ydi. Ammo yana bir yil o'ltirib qirg'inchiligini davom qiladi. Zolimlar mazlumlarni yo'qotish uchun shuncha kuchsimi, vaziyatni shuncha keskinlashtirsimi, lekin Alloh taolo zolimlar qo'rqqan kishini paxtaning orasida cho'g' saqlagandek saqlashga yana qodir. Fir'avn o'zi qo'rqqan Musa alayhissalomni Alloh taolo Fir'avnning qasrida saqlab qoladi. Hatto Fir'avnning o'zini tarbiyaligiga soladi. Buningdan biz bir narsani bilishimiz kerak. Zolimlar bizni yo'qotish uchun lagerlarni qurib kessin, o'g'illarning hammasini ichki o'lkalarga yo'tkab, zavod korxonalarga majburiy emgakka solsin, lekin Alloh taolo zolimlarni yo'qotadi erkeklarni cho'qim saqlab qoladi. U erkeklar zolimlar o'ylamagan yerdan chiqadi. Xuddi Musa alayhissalom Fir'avnning qasrining ishidan chiqqanga o'xshash. Oxiri Fir'avn ansirgan Musa alayhissalom chiqadi va Bani Isroillarni agashtirib, Fir'avnning zulmidan qutuldirish uchun qochadi. Fir'avn va uning qo'shinlari ularning keynidan qo'g'laydi. Musa alayhissalom va Bani Isroillar Qizil dengizning tubiga kelib to'xtaydi. Fir'avn va ularning qo'shinlari keynidan qo'g'lab, ularni tutib olib, oraliq qoladi. Bani Isroillar "Inna lamudrakun." Ey Musa, endi biz tutib qoldik deydi. Chunki oldida dengiz, keyinda Fir'avn va uning qo'shini. Hech qanday chiqish yo'li yo'q. Mana mushu vaqtda Allohning mo'jizasi maydonga kiradi. Alloh taolo Musa alayhissalomga Hasan bilan dengizga uri deydi. Musa alayhissalom Has bilan dengizga urdi. Dengiz ikki tarafga bo'linadi. Musa alayhissalom va Bani Isroillar dengizni o'tib oladi. Fir'avn va uning qo'shinlari Musa alayhissalom va Bani Isroillarni tutish uchun dengizga kirdi. Bu vaqtda dengiz yepilib, ularning hammasi g'arq bo'ladi. Demak, Allohga ishongan kishilar umidini yo'qotmasa, Allohga bo'lgan ishonchini yo'qotmasa, hamon bir kuni Musa chiqadi va oldi dengiz, keyinda zolimlar kelgan taqdirdami, Allohning mo'jizasi bilan ularning zulmdan cho'qim qutuldiradi. Biz o'zimizning yaqinqi hayotga qarab boqadigan bo'lsak-mu, bundaq mo'jizalarning bizdami yuz berganligini ko'rib olamiz. Masalan, vatanda zolimlarning zulmi kundan kunga oshdi. Ko'z ko'ringan olimlarni, ziyolilarni, boylarni bir-birlab yo'qotishga boshladi. Ibodatlarimizni erkin qila olmaydigan holatga yetdik. Chiqish yo'li yo'q. Qachon menga navbat kelarki? Qachon meni tutib elib chiqib ketarki? Endi mushu yerda o'lib ketadigan o'xshaymi? Turmida sesib ketadigan o'xshaymi? degan mushu vaqtlarda xuddi Bani Isroillar "Inna lamudrakun." Endi biz tutib qoldik deganga o'xshash, bizmi oldimizda hech qanday chiqish yo'li yo'q. Endi bizni tutib ketdi. Mushu yerda o'lib tugudekmiz deb umidsizlikka pat qilib tas qolgan vaqtimizda xuddi Bani Isroillarning oldida dengiz yerilganga o'xshash butun insonlarning qalbini boshqaradigan Alloh taolo zolimlarning qalbiga har xil fikrlarni selish orqali pasportlarni kengir echib etish va ba'zi orqa yo'llarning ishlashi, pasportsiz holda bir qancha davlatlarni kezib, nurg'unlagan kishilarning erkin dunyoga chiqib olishiga o'xshash mo'jizalik bizdami yuz berdi. To'g'ri, uningdan zolimlarning xabari bo'lishi mumkin, lekin butun qalblarni boshqaruvchi Alloh taolo. Zolimlar yaxshi qilamiz, mikr ishlatamiz deb ba'zi siyosatlarni yo'l qo'yishi mumkin, ammo u siyosat Allohning plani bo'yicha biz uchun foydali, Allohning bizga bergan chiqish yo'li bo'lishi mumkin. Mayli qandaqli bo'lmasin, ibodatlarimizni qilishni umid uzgan, hayot qilishimizni umid uzgan, qachon bizni tutib chiqib ketarki deb butunlay oldimizning hammasi qorong'ulashgan vaqtda Alloh taolo necha million kishilar ichidan bir qancha yuz ming kishilarni bu erkin dunyoga chiqish ne'matiga erishtirdi.
qutuldirdi. Ya'ni Bani İsraillarni Fir'avnning zulmidan qutuldirganga o'xshash zolimlarning changalidan bizni qutuldirdi. Asli zolimlarning bizning birsimizni saq qo'yg'usi yo'q. Birsimizni qechib ketishimizga yo'l qo'yg'usi yo'q. Lekin Alloh taolo xolisa, bo'ldisa hamma ish bo'ladi. Alloh taolo Bani İsraillarni Fir'avnning zulmidan qutuldirgandan keyin ularga "Va iz najjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al azab." Unutib qolmanglar. Alloh taolo sizlarni Fir'avnning zulmidan qutuldirdi. "Va fi zalikum bala'un min robbikum azim." Ey Bani İsrail, Allohning sizlarni Fir'avnning zulmidan qutuldirishida buyuk bir sinoq bor, buyuk bir imtihon bor deydi. Bu ayet Bani İsraillarga tushgan ayet emas. Alloh taolo Qur'on Kerimda Bani İsraillarning ahvolini bayon qilib bizga tushgan ayet. O'ylab baqadigan bo'lsak, bu ayet bizga xitob qiladi. Ey Uyg'urlar, ey chet elga chiqqan sanoqli Uyg'urlar, unutib qolmanglar. Alloh taolo sizlarga turli zulmlarni sog'an, o'g'illaringlarni lagerlarga sulagan, olimlaringlarni, baylaringlarni va ziyolilaringlarni o'ldirgan u zolimlarning qo'lidan qutuldirdi. Va fi zalikum bala'un min robbikum azim. Uningda sizlar uchun buyuk bir imtihon bor, sinoq bor. Ya'ni Alloh taolo sizlarni bikaga chet elga chiqartmadi, bikaga qutuldirmadi. Sizlarni yaxshi yashasin, yaxshi kaysin, yaxshi haydisin, isil o'yladi o'ltirsin deb qutuldirmadi. İmtihon endi boshlandi. Xap, mushu zulmdan qutulsam, uni qilaman, buni qilaman. Udul iyaga boraman, biyaga boraman degantinglar, imtihon endi boshlandi. Degan ishinglarni qilamsizlar, qilmamsizlar, gapinglarda rostchilmi yoki yolg'onchimi, endi ayrilisizlar. Degan gapinglarda turib imtihondan o'tamsizlar yoki degan va'danglarni unutib qilib, hayotga dum tushib, birsinglar mashina g'amida, birsinglar uy g'amida, nishoninglarni unutib, sizlarga zulm qilgan zolimlarni unutib, faqat mushu hayotni yashashinglar o'ylab imtihon o'tamamsizlar. Imtihon endi boshlandi deydi. O'ylab baqadigan bo'lsak, biz zulm ostidagi vaqtimizda agar Alloh taolo meni bu zulmdan qutuldirsa, uni qilaman, buni qilaman. Agar chet elga chiqsam, undoq qilaman, bundoq qilaman degan so'zlarni o'zimizga necha qatam qildik. Alloh taolo mana bizni qutuldirdi. Orzu qilgan chet elga chiqdi. Endi biz shu orzu qilgan ishimizni qilyaptandik. O'zimizga bergan va'dalarni ijro qilyaptandik. Bizga zulm qilayotgan zolimlarga qarshi bir ishlarni qilyaptandik. Buni o'zimizdan bir so'rab baqishimiz kerak. Chunki biz zulm ostida Allohga va'da berib, agar Alloh taolo meni bu zindondan qutuldirsa, bu zulmdan qutuldirsa, uni qilaman, buni qilaman deb va'da berib, agar va'damizda turmasak, bizmi Bani İsraillar va Nasaralar uchirgan Allohning azobiga uchrab ketamiz. Bani İsraillar zulm ostidagi vaqtida Allohga va'da berdi. Agar Alloh taolo bizni bu Fir'avnning zulmidan qutuldirsa, uni qilamiz, buni qilamiz dedi. Lekin Alloh taolo zulmdan qutuldirgandan keyin va'dasi turmadi. Buning uchun Alloh taolo Allohga va'da berib, so'zi turmaganlarni 3 turli azob bilan jazoladi. Uning birinchi bo'lsa qilib qattiqlik. Alloh taolo Qur'on Karimda "Fabima naqdihim mithaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiya." Ular ahdisda turmaganlik uchun. Ya'ni zulm ostida Alloh taolo bizni zulmdan qutuldirsa, uni qilamiz, buni qilamiz deb Allohga ahd berib, zulmdan Alloh taolo qutuldirgandan keyin shu ahdisda turmaganligi uchun Alloh taolo ularni o'zining rahmatidan yiroq qildi, ularga la'nat qildi va ularning qalbini qattiq qildi. Ya'ni qalbiga Allohning so'zi ta'sir qilmas qildi. Buning natijasida yuharrifunal kalima an mawadi'i. U Bani İsraillar Allah'ның ayetini, Allah'ның sözünü öz o'rnidan yo'tkidi. O'zining tushunchasiga mos holda Allah'ның oyatlarini bormuldi deydi. Yani özümüzge bir qarab baqaylik. Kundan kunga qalbimiz qetib ketyapti. Vatandagi shu zulm ostidagi, besim ostidagi iymonimiz, taqvodorligimiz kundan kunga chekinib ketyapti. Qalbimizga oyat ta'sir qilmas, hadis ta'sir qilmas, tabliğ ta'sir qilmas bo'ldi. Bu nimaning alomati? Bizning xuddi Bani İsraillarga o'xshash Allohning azobiga uchraganligimizning bir alomati. İkinci cezası bo'lsa, ya'ni Allohga va'da berib, ya'ni zulmdan qutuldirsang, bundaq qilaman ey Alloh, undaq qilaman ey Alloh deb Allohga va'da berib, Alloh zulmdan qutuldirgandan keyin va'dasida turmaganlarga beradigan ikkinchi jazosi bo'lsa, xristianlarga bergan jazosi. Ya'ni ayni davrda nasaralarga bergan jazosi. Alloh taolo Qur'on Karimda: "Va minallazina qalu inna nasara akhadna mithaqahum fanasu hazzan mimma dhukiru bih fa'aghrayna baynahumul adawata wal baghdha." Biz nasara deganlardan, ya'ni xristianlardan biz ahd oldik, ya'ni ular Allohga ahd berdi. Lekin ular ahdisini unutdi. Ya'ni Alloh ular qilgan nasihatni unutdi. Bu sababli ularning orasiga 3 adovatni terib qo'ydi. Qiyomat qadar dedi. Ya'ni Allohga bergan ahdisi turmaganlik uchun Alloh taolo ularning orasiga bo'lgunchilik, birisi-birisiga bo'lgan 3 adovatni selib qo'ydi. O'zimizga bir qarab baqaylik. Biz Allohning bu azobiga uchrabdikmi, yo'qmi? Vatanda shuncha zulm, shuncha besim ostida, shuncha birlikimiz bor edi. Ammo erkin dunyoga chiqqandan keyin sonimiz shuncha oz turib, bo'lak-bo'laklarga bo'linib ketdi. Yani bizning aramizda xuddi nasarlar uchirgan 3 adovat va bo'lgunchilik nihoyat keng tarqaldi.
Üçüncü cezası. Yani Allah'a vədə verib, vədəsi durmağanlarga Allah'ın beradigan üçüncü cezası bolsa, ularning qalbiga nifaqni tashlab qo'yish. Yani gipi bilan ish harakati yolg'on, olimiga o'xshamagan, beyga o'xshamagan, ziyolisi ziyoliga o'xshamagan saxta munofiqlikni avj oldirib qo'ydi. Alloh taolo Qur'on Karimda: "Va minhum man ahadalloh la in atana min fadlihi lanasaddaqanna va lanakunanna minas solihin." Ularning orasidan agar Alloh taolo o'zining fazlidan bizga bersa, ya'ni rizq bersa, pul bersa, mol dunyo bersa, biz o mol dunyo bilan Allohning yo'lida pul xarjlab, xayr saxovat qilib, yaxshilardan bo'lamiz deganlar bor edi. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi va tawallaw wa hum mu'ridun. Alloh taolo ularga o'zining fazlidan berib edi, ya'ni mol dunyo berib edi, ular bexillik qildi. Xarjlaymiz degan yerga xarjlamadi. Va tawallaw wa hum mu'ridun. Ya'ni bu orqali ular Alloh va uning payg'ambarining yo'lidan yuz o'ridi, nishonni unutdi. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmil qiyamah bima akhlafulloha ma wa'aduhu va bima kanu yaktibun. Alloh taolo ularning qalbiga nifaqlikni tashlab qo'ydi. Ya'ni so'z bilan ish harakati bir emas, saxta, qo'ymichi mushundaq bir holatni ularning orasiga tashlab qo'ydi. Nima uchun? Bima akhlafulloha ma wa'adu. Allohga bergan va'dasiga xiloflik qilganlik uchun, bima kanu yaktibun, yolg'onchilik qilganlik uchun, Allohga bergan so'zni turmaganlik uchun. Demak, bu oyat ustida o'ylashimiz kerak, tafakkur qilishimiz kerak. O'zimizning naqadar xatarlik ahvolga kelib qolganligimizni bayqashimiz kerak. Biz vatandagi vaqtimizda Allohga nim deb so'zlarni bermadik. Xat chet elga chiqsak, uni qilamiz, buni qilamiz. Alloh yo'lida pul xarjlaymiz degan o'xshan nurg'ulg'an so'zlarni berdik. Chet elga chiqqandan keyin turlik bahonalar bilan u nishonimizni qo'ydik. Birisimiz uy g'amida, birisimiz mashina g'amida, birisimiz go'zal yashash g'amida, taraflarga tarqab, birligimizni yo'qab, o'z ara ixtilof, til ahonat, o'ch adovat, shundaqlar nifaqlik hammasi avj oldi. Demak, Bani Isroillar va Nasoralar uchragan azobning hammasi navbatda oramizda mavjud. Chunki biz Alloh taolo bizni shuncha zulmning orasidan qutuldirib chiqqan bo'lsa-mu, nishonimizni unutdik. Hatto ba'zimiz erkinlikdan iborat bu ne'matni tuniy olmadik, tuzkorlik qildik. Shu zulmga to'lgan hayotni sig'indik, chet elga chiqqanga pushaymon qildik. Bu tuzkorlikning eng yuqori pallasi. Ne'matni tuniy olmaganlik. Xuddi qafasdan chiqqan qush sirtlarda don tepib yelmay, ya'ni shu egan bergan don desam yaxshikan deganga o'xshash qullochi so'zlarni qildik. Bani Isroillarmi bizga o'xshash so'zlarni qilgan. Alloh taolo ularni shuncha zulmning ostidan qutuldirib elib chiqsa, shundaqla Alloh taolo ularga cho'lda osmondan yemaklik tushirib bersa, ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidan fad'u lana robbak. Ey Musa, biz bu tamoqqa sabr qilolmadik, tamoqqa kunalmadik deb Allohning zulmdan qutuldirganligini unutdi. Bir tamoqqa kunalmaganligidan iborat bir nafsiga bog'liq ish bilan Allohga shikoyat qildi, qoqshidi. Xuddi bugun kunimizda Alloh taolo bizni shuncha zulmlarning orasidan qutuldirsa, nima ish qilsak qila oladigan, nima so'zlasak so'zlay oladigan, bolalarimizni nada o'qitsak o'qita oladigan mushundaq erkin dunyoga elib chiqsa, yana shu zulm ostidagi lag'man poloni sig'ingan kishilarga o'xshash biz bu tamoqqa kunalmadik deb shikoyat qildi. Alloh taolo ularga javoban: "Atastabdiluna allazi huwa adna billazi huwa khayr." Sizlar yaxshisini nacharga tegishamsizlar? Alloh taolo sizlarga zulmning hammasini tetitgan, aylaringlarning hammasini o'ltirgan zulmdan qutuldirsa, erkin dunyoga chiqqan to'sanglar, mushu tamoqqa kunalmadik deb mushuni shikoyat qilamsizlar? Bu oyat xuddi bizga xitob qiladi. Alloh taolo sizlarning aylaringlarni lagerlarga sulab, boylaringlarni, olimlaringlarning hammasini o'ltirgan zulmlarning orasidan qutuldirsa, endi bu yerning tamoqqa kunalmadik, vatandagi o'xshash kang tasha yashayanmadik deb mushuningdan shikoyat qilamsizlar deb bizga xitob qiladi. Amaliyat Alloh taolo necha million kishilar ichidan shuncha zulmlarning orasidan sanoqliq bizlarni qutuldirgan ekan, bizning tunji qiladigan ishimiz qanday qilib bu zalimni yo'qitamiz, qanday qilib u zalimning ostidagi mazlumlarni qutuldiramiz degan bu haqda bo'lish kerak edi. Lekin bu ish xiyolimizda yo'q. Vatandagi o'xshash kang tasha yaşayolmadik. Bu haqda bo'lsak, bizning ahvolimiz Bani Isroillarga o'xshash bo'ladi. Bani Isroillarning ahvoli qanday bo'ldi? Tug'an sira qalbi qatib ketdi. Qalbi to'ymas bo'ldi. Alloh taolo Qur'on Karimda: "Summa qasat qulubukum min ba'di zalik fahiya kal hijara aw ashaddu qaswa." Ondan keyin ularning qalbi toshdek qatib ketdi. Hatto toshdan baq qatib ketdi deydi. Ya'ni nishonni unutganligi, zulmning ostidagi vaqtida bergan so'zlarda turmaganliklari uchun ularning qalbi toshdek qatib ketdi. Oyat ta'sir qilmas, Allohdan qo'rqmas, tabliğ ta'sir qilmas bo'lib ketdi deydi. Vatanda tabliğ borgan desa necha kilometrlargacha boradigan, tabliğ anglasi yig'laydigan biz bugungi kunda tabliğdan qochadigan, oyat hadis quluqimizga kirib chiqmaydigan bir holatda qalbimiz qetib ketyotdi. Demak, bu ahvolimiz Bani Isroillar bilan o'xshash mengyotdi. Ammo oxirisi texmi qo'rqinchli. Agar oqibatimiz Bani Isroillarga o'xshash bo'lib qolsa, oqibatimiz haqiqatan qo'rqinchli. Bani Isroillar mushu paytda mangdi, dunyoga dum tushdi, asosiy nishonni yo'qotdi. Alloh taolo oxirida ularni qanday qildi? Va duribat alayhimuz zillatu val maskana. Ular xorliq va muhtojlikqa qoldi deydi. Bugun kunimizda qarab baqadigan bo'lsak, yordam taqdigan o'rin oldida saplar kundan kunga uzrayotdi.
Muhtojlik qilish degan ma'no mushu. Dinimiz o'xshamaydigan, tilimiz o'xshamaydigan, kulturimiz o'xshamaydigan yot bir din, yot bir millatdagi davlatlarga panolik tilab iqvatimiz. Mayli nim deb atayli, bu bir xorliq. Demak biz mana shuningdek muhtojlik va xorliqqa qarab ketib boramiz. Nima uchun? Chunki biz nishonimizni yo'qotdik. Va'dimizda turmadik. Shuning uchun biz Uyg'ur musulmonlarning oldida faqat ikkili yo'l bor. Birisi chet elga chiqqan erkin dunyo ne'matiga erishganlar bu ne'matni tunish va uningdan foydalanish, shu zulm ostida Allohga bergan so'zlarda, va'dalarda turish va uni ijro qilish, zolim qarshi harakat qilish va diniy kimligini saqlab qilish. Bu orqali Allohning g'azabidan, Allohning la'natidan, Allohning oramizga o'ch adovat va nifoq sep qo'yishdan saqlana olamiz. Yana bir yo'l bo'lsa, Allohga bergan ahdimizni unutib, birsimiz uy g'amida, birsimiz mashina g'amida, zolimlar xiyolimizda yo'q, vatanga qarshi ish qilish xiyolimizda yo'q, faqat o'zimizni o'ylab, mushu hayotga dum tushish. Bu sababli qalbimiz qatib, oramizda o'ch adovat kundan kunga ko'payib, qalbimizni nifoq bog'lab, oxirida muhtojlik va xorliqqa mubtalo bo'lish. Ikki yo'lning qaysi minish yanala o'zimizga bog'liq. Shuning uchun biz Uyg'urlar, ya'ni chet eldagi Uyg'urlar shuni bilishimiz kerakki, navbatda biz xorliq va muhtojlik bilan irib tugab ketish oldi. Ya azizlik bilan o'zimizning nishonini yo'qotmay, oz bo'lsaqmi mavjudligimizni saqlash oldida.